Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Sizlar bilan men Gulzira Ko'miyakova. Bugun sizlar bilan ajoyib yangilikni bo'lishmoqchiman. Oldinda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami va muborak Ramazon oyining boshlanishi munosabati bilan Siberian Wellness kompaniyasi siz azizlarga maxsus aksiya tayyorlagan. Bu aksiya ayniqsa ayollarimiz, onalarimiz va go'zallikka, sog'liqqa e'tiborli insonlar uchun ajoyib sovg'a bo'ladi. Sevimli mahsulotlaringizni chegirmalar bilan xarid qilish imkoniyati bor. Xo'sh, aynan qanday mahsulotlar aksiya doirasida ekanligini ko'rishga tayyormisiz? Hozir sizlar bilan ekran ulashaman va barchasini batafsil ko'rsataman. Mana aksiyalar bo'limiga ham tushdik. Bu yerda mahsulotlardan birini xarid qiling va soch parvarishi uchun mahsulotlarga 50% ga chegirma oling deb qo'yilgan. Aksiya muddati 1-martdan 9-martgacha davom etadi. Onajonlarimiz, opalarimiz, ayollarimizga, ustozlarimizga juda ham zo'r sovg'a sifatida bersak bo'ladi. Bu yerda aksiya shartimiz bilan tanishamiz. Mahsulotlarimizning bittasini olamiz yoki Daily Box'dan Beauty Box go'zallik va yorqinlik baxsh etuvchi vitaminlarimiz 230 ming so'm yoki Age Therapy antioksidant 285 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi va gialuronoviy kislota va tabiiy C vitaminining 465 ming so'm. Shu 3 ta mahsulotdan birini tanlaymiz va bosh terisi uchun peeling 110 ming so'mlik mahsulotimizni 55 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi yoki gialuronoviy kislotasi bilan namlantiruvchi soch shampunlarimizni 103 ming so'm bo'lgan avvalgi narxi 51 ming 500 so'mga xarid qilsa bo'ladi. Gialuronoviy kislotasi bilan sochlar konditsionerini xarid qilsak bo'ladi. Xohlagan birsini tanlaymiz. Mana shunaqa. Judayam zo'r imkoniyat. Bu aksiya muddati cheklangan 9-martgacha. Bu aksiyamizda ikkita travel hajmdagi parfyumni 20% chegirma bilan xarid qilish imkoniyati mavjud. Xohlagan ikkitasini olsak bo'ladi 20% chegirma bilan. U ham zo'r sovg'a sifatida bersak bo'ladi. Va istalgan ikkita Xperalta, Biomela mahsulotiga 20% chegirma. Bu yerda xohlagan ikkita mahsulotimizni 20% chegirma bilan olsak bo'ladi. Mana hammasi yozilgan, tanlab olish imkoniyati bor. Va mahsulotlardan birini xarid qiling va choyni sovg'a sifatida oling. Bu yerda Nutrition Eco seriyasidan Natural Vitaminsnimi yoki Stress Relifenimi yoki Beauty Sensenimi Detox Proactivenimi xohlagan bittasini tanlaymiz va xohlagan choyimizni sovg'a sifatida tekinga xarid qilish imkoniyati bor. Mahsulotlar chegirmalar bilan bo'limiga o'tamiz. Bu yerda juda ham zo'r iforlarimiz, sale iforlar kolleksiyalarimiz juda ham zo'r aksiyaga tushgan. 570 ming so'mlik avvalgi narximiz hozir aksiyada 456 ming so'm bo'lib turibdi. Xarid qilish imkoniyati juda ham zo'r. Va epizod 01 parfyumeriya suvimiz 456 ming so'mga tushgan. Avvalgi narxi 570 ming so'm bo'lgan. 20 millilitlik iforlarimiz 370 ming so'm bo'lgan, 296 ming so'mga tushgan. Bu yerda ham shunday tanishib olishingiz mumkin. Har xil iforlarimiz aksiyaga tushgan. Ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. 8-mart va Ramazon oyiga munosib sovg'alarni hozirdan tayyorlab qo'ying. Aksiya cheklangan, shuning uchun shoshiling. Yangi chiqqan White Tea, Mimoza oq choy va Mimoza parfyumeriya suvi 50 millilitrlik 352 ming so'm. Bu ham shu seriyaga yaqin yangi chiqqan duxiylarimiz. Bu yerda ham mutlaq ayollik siri nafis iforlaridan iborat sovg'alar to'plami 850 ming so'm edi avvalgi narxi. Sovg'a sifatida katta korobkada 3 ta duxiy turadi. 20 millilitrlik 680 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi. Va undan boshqa
Qordek oq tabassum to'plami, ikkita tish pastalarimiz 103.200 so'm. Aksiya narxida 129.000 so'm edi. Va Pulseboximiz avvalgi narximiz 270.000 so'm edi, hozirgi narximiz 229.500 so'm. Bu qon bosimi ko'tarilib ketadigan insonlar uchun judayam zo'r. Qoni quyuqlashib qolganlarning qonini suyultirib va qon tarkibini yaxshilab tozalaydi. Go'zallik vitaminlari. Buyam zo'r vitaminlar bo'lib, ayollarimizni chiroyli qiladi. Sochini, tirnoqlarini yaxshilab mustahkamlab beradi. 105.000 so'm edi, 84.000 so'mga tushdi aksiya narxi. Va valerina va limonot 120.000 so'm edi avvalgi narxi, 102.000 so'mga tushdi. Bu stress uchun judayam zo'r mahsulot. Va xromli paza 153.000 so'm edi, 130.000 100 so'm bo'ldi. Bu mahsulotimiz ishtahamizni bo'g'adi, ko'p shirinlik yeyishni xohlaydigan insonlar uchun judayam zo'r va vazn tashlashga yordam beradi. Va zardobli proteinlarimiz 387.000 so'm edi, 329.000 so'm aksiyada. Narxi Taurin 84.200 so'm, avvalgi narxi 99.000 so'm edi. Taurin ham vazn tashlamoqchi bo'lgan insonlar uchun judayam zo'r mahsulot. Va vitamin K2. Bu ham 195.000 so'm edi, 165.800 so'm. Bu kalsiyni suyakka so'rilishi uchun judayam zo'r mahsulot. Kalsiy iste'mol qiladigan insonlar birgalikda iste'mol qilsa judayam zo'r foyda beradi. Kalsiylarni suyakka o'tkazib berishga yordam beradi bu vitaminimiz. Va alfa-lipoin kislotasi 95.000 so'm edi, 76.000 so'm. Bu ham judayam zo'r vazn tashlashga yordam beradi. Xotirjamlik sehri to'plami tarkibida magniy va melatonin bor. Ikkita mahsulot bor. Bu sovg'a sifatida bitta korobkada joylashgan. 210.000 so'm edi, 168.000 so'mga xarid qilsa bo'ladi. Bu tarkibidagi melatonin uyqumizni normal holatiga keltiradi va magniy asablarimizni joyiga keltiradi. Qon bosimida ham judayam zo'r foydasi bor. Va aniqlik va konsentratsiya to'plami. Buning tarkibida ginko biloba va glitsin bor. Bu ham xotirani mustahkamlashga, ginko biloba, glitsin esa asablarni tinchlantirishga yordam beradi. 199.000 so'm edi, 159.200 so'm hozirgi narxi. Aksiyalarga shoshilamiz. Bu aksiyalar cheklangan. Barchangizni yana bir bor yaqinlashib kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Oilangiz tinch, sog'lig'ingiz mustahkam bo'lsin. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lishni unutmang.